Yillar davomida xonadon ko'rsatuvi orqali o'zbek xonadonlariga kirib borgan Nilufar Umurzoqovaning bugun o'z xonadonida qanday qaynona ekani ko'pchilik uchun qiziq. Nilufar Umurzoqova: o'g'lim ikkimizning ham tanlovimiz Mahliyo bo'lgan. Mahliyo qizimni o'g'lim ikkimiz birgalikda kashf qildik desam adashmayman. Chunki o'g'lim ham uni ekran orqali ko'rib, ko'z ostiga olib qo'ygan ekan. Mening ham taklifim aynan shu bo'ldi. Shundan so'ng so'zimiz bir joydan chiqib, bu ikki tomonlama tanlovga aylandi. Mahliyo Asqaraliyeva: qaynona oyim taniqli jurnalist ekanini bilmagandim. Boshida oyijonimning jurnalist ekanini bilmaganman. Biroz vaqt o'tgach, turmush o'rtog'im oilasi haqida gapira turib, ijodkorlar xonadonidanmiz deb aytib qoldi. Oilangizda kim, qaysi yo'nalishda ijod qiladi deb so'rasam, oyim teleboshlovchi dedi. Keyin rasmini ko'rsatganida hayratdan qotib qolganman. Suratda Nilufar Umurzoqova turardi. O'sha paytdagi hissiyotimni hozir ham yaxshi eslayman. Bundan juda xursand bo'lganman. Chunki bolaligimda ularni televizorda ko'p ko'rardim. Hatto maktabdan keliboq sumkani ham yechmasdan oyijonim olib boradigan xonadon ko'rsatuvini tomosha qilish uchun televizor tagiga kelib olardim. Taqdir ajoyib ekan. Bolalikdagi sevimli teleboshlovchim bugun qaynonam bo'ldi. Yangi oilaga borishning albatta o'z mas'uliyati bor, lekin men aksincha xotirjam edim. Chunki jurnalistika sohasida menga doim maslahatgo'y kerak bo'ladi. Qaynonamning kasbdosh ekanini bilgach, nimagadir qiynalsam, so'rab bilib olaman degan niyatlar paydo bo'ldi. To'g'risi, kelinlik mas'uliyatidan biroz cho'chiganman. Ammo kelganimdan keyin hammasi kutilganidan ham yaxshi bo'ldi. O'zlari yordam berdi. Natijada barcha qo'rquvlarim yo'qoldi. Oyijonim meni juda yaxshi qabul qildi. Ularning ko'magi bilan ilgari bilmagan narsalarimni ham oson o'rganib oldim. Masalan, ba'zan pishirgan ovqatim o'xshamay qolsa, ular buni aslo fojia deb bilmaydi. Bu hech gap emas qizim. Dunyoda qanday urushlar bo'lib ketyapti-yu, bitta ovqat uchun xafa bo'lish kerakmi? Qo'ying, o'ylamang deydi. Ochiq ko'ngil bilan kutib olganlari va o'zim ham shunday kayfiyatda borganim uchun uy yumushlari qiyin tuyulmadi. Vaholanki taomlarim orasida birinchi marta pishirganlarim ham bo'ldi. Agar menga bosim o'tkazilganida, balki ular ham o'xshamas edi. Nilufar Umurzoqova: yangi oilaning baxtli bo'lib ketishi qaynonaga ham bog'liq. Shunga amin bo'ldimki, uydagi ayollarga ko'p narsa bog'liq. Yangi hayot qurilayotganda 2 yoshda oila borasida tajriba bo'lmaydi. Mana shu vaqtda ona farzandlariga yo ijobiy, yo salbiy ma'noda yo'l ko'rsatadi. Biz oilada 4 nafar qiz bo'lganmiz. Mendan keyingi singillarim bilan oramizda yosh farqi katta. Shuning uchun ularning kichikligidan onamga yordamlashib katta qilganmiz. Xuddi yoshligimizdan qizim bordek edi. So'ng singillarim turmushga chiqqanda onamga qo'shilib men ham xavotir olganman. Shu sababli garchi o'z qizim bo'lmasa-da, kelin bilan qanday muomala qilish kerakligi borasida qiynalmadim. Avvallari singillarimdan qo'ng'iroq kutib xavotirlanganim uchun bugun kelinim Mahliyoga ham oyingizga telefon qilib yaxshi ekaningizni aytib qo'ying, xavotir olmasin deb tayinlayman. Qiz uzatgan onani tushunaman. Shuning uchun ular xotirjam bo'lishini xohlayman, deydi taniqli teleboshlovchi. Mahliyo Asqaraliyeva turmushga chiqqach, Instagram tarmog'idagi postlarini nima sababdan o'chirib tashladi degan savolga aktrisa shunday javob berdi. Ijtimoiy tarmoqlardan biroz tanaffus qilib dam olyapman. Turmush o'rtog'im tarmoqlardan foydalanishimga ham, ijodimni davom ettirishimga ham mutlaqo qarshi emas. Aksincha, san'atimni to'g'ri tushunadi. Tarmoqdan chekinishga o'zim qaror qildim. Qarasam, bu reelslar va kontentlar poygasi tugamaydigandek. Shu sabab o'zimga cheklov o'rnatdim. Nasib qilsa, tez kunda yangi she'rlarim bilan qaytaman. Ijodiy faoliyatim davom etadi. Ammo endi seriallarda sevishganlar rolida chiqmayman. Biz shunday kelishganmiz. Shuningdek, men suratga tushadigan loyihalar ssenariysini avval turmush o'rtog'im bilan birgalikda o'qib chiqishga kelishib olganmiz. Nilufar Uzoqova bu masalaga shunday munosabat bildirdi. Bu masala bo'yicha men ham o'z fikrimni aytdim. Ularning har qanday ijodiga roziman. Faqat oradan 10-20 yil o'tib, o'sha kontentni farzandlaringiz bilan birga ko'rganda uyalmaydigan bo'linglar deyman, deya taniqli jurnalist kelinining ijodga qarshi emasligini bildirdi.